Bugun siz bilan 2025-yilning kuz faslida chiqqan Iblislar qotili cheksiz qala anime filmini ko'rib chiqamiz. Video davomida biz Neganom cheksiz qala va eng shiddatli janglarni ko'rib chiqamiz va yana anime tugashiga yana nechta film qolganligini ham aytaman. Film to'laqonli 4-mavsumning oxiridan davom etib ketadi va bizga barcha ustalar cheksizlik nomli iblislar olamiga o'tishadi. Va bu yerda barcha iblislar va iblis qotillari shiddatli jang olib borishadi. Katta qalada esa hasharotlar nafasi egasi Shinobu o'z opasining qotili 2-Oliy Oy Doma bilan jang qiladi. To'g'ri, jang avvalida Shinobu kuchli ko'rinadi. Ammo baribir Domaga uning kuchi yetmaydi va Doma uni mag'lub qiladi. Va keyin esa Shinobu Doma o'z badaniga singdirib yuboradi. Va shu paytda chaqmoq nafasining egasi Zenitsu o'z akasi 6-Oliy Oy Kaigakoga qarshi jang qiladi. Va shu paytda bizga Zenitsu va Kaigakoning ustozi ularning bobosi ekanligi aytiladi. Bobosi Zenitsuga faqat birinchi katani o'rgatadi va Kaigakoga esa birinchi katadan boshqa qolgan 5 ta katani o'rgatadi. Va shunday qilib bobosi chaqmoq nafasini o'zidan meros qilib qoldirmoqchi bo'ladi. Ammo Kaigako iblisga aylanadi. Va buni eshitgan bobosi o'z joniga qasd qiladi. Zenitsu va Kaigako o'rtasidagi jang davomida esa Kaigako ancha kuchli bo'lib ko'rinadi. Ammo Zenitsu o'zi o'ylab topgan 7-kata bilan Kaigakoni o'ldiradi va Kaigako shu yerda yengiladi. Eng qizig'i esa bu jang davomida Zenitsu umuman uyquda emas edi. Va bizdagi keyingi jang bu Tanjiro va Giyo 3-Oliy Oy Akazaga qarshi jang qiladi. Jang davomida Akaza ancha kuchli edi. Ammo Tanjiro o'z ustozi o'rgatgan jangovar ruhni yo'q qilish orqali bildirmasdan Akazaning orqasidan boradi va Akazaning bo'ynini uzib tashlaydi. Akaza shunda ham o'lmaydi. Giyoni o'ldiray deb turgan Akazaning ko'ziga bitta ayol ko'rinadi va bizga ma'lum qilishligi bo'yicha bu Akazaning ayoli bo'lgan. Akazaning tarixi va to'liq ma'lumotlarni esa keyingi videoda Oliy Oylar tarixi nomli videomizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va ayoli ko'zga ko'ringach esa Akaza iblis bo'lishni xohlamaydi va o'zini o'zi o'ldiradi. Film voqealari esa xuddi shu joyda tugaydi va bizga titrlardan keyingi sahnalar ko'rsatiladi. Endigina birinchi cheksizlikni ko'zdan kechirib olgan qariyalar esa haligacha Akazadan topib olishmagan edi. Va shu paytda esa 4-Oliy Oy o'z kuchidan foydalanib cheksizliklarni yanada kengaytiradi va yana Muzan shunday deydi: Qachon yenga olmaysiz. Meni o'ldirmaguningizcha bu narsalar hech qachon tugamaydi. Bu kecha barchangiz o'lib ketasiz, dedi. Do'stlar, bu film oldingilarda umuman kam emas. Animening davomi Iblislar qotili cheksiz qala 2-qism shu yilning oxirida premyera qilinishi aytilmoqda va butun bu ushbu anime olamining yakuni esa Iblislar qotili cheksiz qala 3 bo'ladi. Cheksiz qala 3 esa 2028-yilning boshida chiqishi aytilgan. Bu anime film haqida mening fikrimga keladigan bo'lsak, film juda ajoyib, janglar juda yaxshi ko'rsatib berilgan va men boshqalarga o'xshab filmning davomi chiqishini intiqlik bilan kutaman. Bu filmga mening beradigan reytingim 10 dan 8,5. Xayr, salomat bo'ling. Siz bilan Crazy Fan.